Mashinalar narxini yaxshi bilasiz-ku. Haligi 2 Premier 41 ming degan probeg, 24700. 24700. Cobalt 41 ming probeg, 11600. shu mashinalarni nasiya savdoga olsangiz bo'lar ekan. Ko'p joyda bilaman, ham mashinani qimmat sotishadi, ham ko'p ustama haq qo'yishadi. Lekin bizda unaqa emas. Zo'r, agar siz ham GM mashinalar, inomarki mashinalarni sotmoqchi bo'lsangiz, mana ABM degan avtosalon ochilibdi. Sergelida, o'zgarish mostida. Xohlasangiz nasiya savdoga olasiz. Xohlasangiz o'zingizning mashinangiz bo'lsa, trading qilib turib almashtirib ketsangiz ham bo'lar ekan. Yo'q, men nasiyaga olmayman ham, sotmayman ham. Naqd desiz mana, naqd narxi ham xohlagan joyingizdan surishtirib ko'rsangiz, aynan bozor narxida anaqa zo'r sharoitli joylarda mashinalarni sotib olsangiz bo'lar ekan. Pastga nomer qoldiraman. Hozir aloqaga chiqsangiz, yana batafsil tushuntirishadi. Profilingdan qoldiraman. O'tib podpisatsiya qilib oling. Qoplabsizlar aka. Chunki hamma ham naqdga sotib oladi. Bo'lib qutulib yuboraman deydi. Yoki mashinasini sotishga qiynaladi. Uni ham o'zligi sotib olishar ekan. Mashina temadagi hamma ishlarni o'zligi hal qilib berishar ekan. Hoziroq aloqaga chiqing.